Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskvadan Toshkentga jo'nab ketayotgan avtobusimiz mana xudo xolasa pasatga tayyor. Hamma yurtdoshlarimiz o'z joylarini egallashdi. Xudo xolasa mana birozdan keyin yo'lga chiqib ketadi. Mana ayollar oldinda oilalilar. Bolar, opa yaxshi ketyapsizmi? Yaxshimi? Yaxshi joylashdingizmi? Hozir yuradi qizim, mana hozir yurib ketadi. Ko'rib turibsizlar, mana hamyurtlarimiz hammasi o'z joylarini egallashdi. Xudo xolasa safarga chiqib ketish arafasida. Konditsionerlar, zaryadchi, monitor hammasi bor. Yaxshimi tog'a? Yaxshi ketyapsizlarmi? Xudo xolasa. Ukam kayfiyatlar yaxshi, ha? Kayfiyatlar zo'r. Akalar yaxshimi, hamma yo'q? Joylashdinglarmi aka? Konditsioner hamma yo'q, ishlayaptimi? Mana ko'rib turibsizlar. Mana akalarimiz ham xudo xolasa. Zaryadchilar ishlayaptimi aka? Siz tomon ishlamayaptimi? Ishlayapti aka, mana qo'yib ketishyapti-yu. Akalar, ukalar mana xudo xolasa. Tanlovda adashmanglar, hammasi joyida, mana akalarimiz o'tirib ketyapti. Hamma sharoitlarimiz bor. Mana akamiz ham hali keladi. Yaxshimi aka? Yoqyaptimi? Qayerdansiz aka? Toshkent viloyati. Toshkentlik akalarga tavsiya qilasizmi? Abdushimi akamiz qayerdansiz aka? Samarqand. Yaxshimi aka? Hamma yo'q. Mana avtobus ko'rib turibsiz. Aytganingizdek mana maqtash hojati yo'q, hamma yo'q pokiza, chiroyli holatdami aka? Mana shunday avtobusda Yursa bo'ladi. Yurtdoshlarimizga tavsiya qilasizmi? Hammaga tavsiya qilaman. Mana shu avtobusdan qolmaydi. Mana. Xudo xolasa mana akalar tanlovda adashmanglar, bemalol. Mana o'zim akam bekinmang, gapiring. Amat aka, nima deysiz? Hammasi zo'rmi? Food City'da akalarga, shogirdlarga tavsiya qilasizmi? Botir aka, zo'rmi? Maza qilib ketadigan aka. Xudo xolasa akamiz mana qadrdon bo'lib qoldi akam men bilan. Bundan keyin faqat telefon qilib 0007 nomerni mana aytib o'tamiz. 8963 976 0007. Mana akalarimiz xudo xolasa hamma xursand. Yaxshimi aka? Zo'rmi? Akalar yaxshi o'tiribsizlarmi? Aka gavdaga mos joyga o'tiribsiz-a, bemalol ketadi. Aka, mana ashida o'tirib maza qilib ketasiz mana. Akalar, ukalar tanlovda adashmanglar. Akam kelasiz, xudo xolasa. 5 ta qovun, 5 ta torig'iz sizda. Gap yo'q-a? Bo'ldi. Akam bo'lasiz. Akalar, ukalar tanlovda adashmanglar mana. Xudo xolasa hammasi chotki. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tanlovda adashmanglar hech qachon.